Nadejda Rumyantseva o'z davrida millionlab tomoshabinlarning sevimli aktrisasi edi. U ijodiy faoliyati davomida 30 dan ortiq filmda suratga tushdi. Tanqidchilar uni yubka kiygan Chaplin deb atashardi. Muxlislar uchun esa u Tosia va Lyudmilaligicha qoldi. Nadejda Rumyantseva 1930-yil 9-sentyabrda Smolensk viloyati Potapovo qishlog'ida tug'ildi. U uy bekasi Olga Vsevolodova va poyezd provodniki Vasiliy Grigoryevich oilasida ikkinchi farzand bo'ldi. Bo'lajak aktrisa bolaligidan quvnoqligi va serg'ayratligi bilan ajralib turardi. Uning fe'lidagi bu jihatlar Ulug' Vatan urushi boshlanib, otasini frontga chaqirishganda ham o'zgarmadi. Oila boshlig'i urushdan tirik va mukofot qahramon yulduzi bilan qaytib keldi. O'sha og'ir davrda Nadejda oz narsaga qanoat qilishni o'rganib, umrining oxiriga qadar bu xislatiga sodiq qoldi. O'quvchilik yillarida Rumyantseva ijodiy, jumladan teatr bilan bog'liq to'garaklarga qatnadi, lekin sahnaga chiqish rejasida yo'q edi. Biroq maktabni tamomlab, ta'lim muassasasini tanlash vaqti kelgach, aniq fanlarni yoqtirmagan qiz baribir o'zini shu sohada sinab ko'rishga qaror qildi. Rumyantseva Markaziy bolalar teatri qoshidagi maktab studiyasiga o'qishga kirish imtihonidan oson o'tdi. Tiyrak qiz imtihon komissiyasi a'zolarini darrov maftun qildi. Undan keyin qiz teatr san'ati oliygohiga o'qishga kirdi. Markaziy bolalar teatri qoshidagi studiya yopilgach, aktrisa Olga Pyjeva butun Rossiya davlat oliygohiga dars berishga o'tdi va iste'dodli shogirdi Rumyantsevani o'zi bilan olib ketdi. Rumyantseva kinodagi ilk rolini oliygohda o'qib yurgan paytidayoq o'ynadi. Hayotga peshvoz chiqib filmida suratga tushish imkoniga ega bo'lgach, qahramonining turmush tarzini yaxshiroq tushunish uchun bir oy to'qirlik ishini o'rgandi. 1950-yillarda Nadejda Rumyantseva bir yilda kamida bitta filmda suratga tushdi. 1955-yilda Eldar Rizanovning Baxtli o'spirinlik filmida o'ynadi. Aytishlaricha, 1959-yildagi Yon bermaslar filmidagi Nadya Berestova roli Rumyantseva uchun maxsus yozilgan. Chindan ham shundaymi yoki yo'qmi, bu noma'lum, lekin bu rol aktrisani mashhur qildi. Fe'l-atvor va tashqi ko'rinish uyg'unligi tufayli uning roli ta'sirli chiqdi. Qizlar filmi Rumyantsevani butun mamlakatga mashhur qildi. Tosia uzoq yillar davomida tomoshabinlarning sevimli ayol qahramonlaridan biri bo'lib qoldi. Bu film xorijda ham muvaffaqiyat qozondi. Rumyantsevaning iste'dodini hatto Gollivudda ham e'tirof etib, keyinchalik bir necha marta suratga tushishga taklif qilishdi. Lekin aktrisaning o'zi bu takliflardan bexabar edi. Hukumatning o'zi uning uchun javob berardi. Aktrisa yurtida suratga tushishdan ortmaydi. 1963-yilda chiqqan Benzokolonka malikasi komediyasi Nadejda Rumyantsevaning shuhratini yanada oshirdi. Tosia singari Lyudmila obrazi ham darrov tomoshabinlar mehrini qozondi. Kinoteatrlarda bu filmni 34 million nafar tomoshabin ko'rdi. Bu esa uni ommabopligi jihatidan Kavkaz asirasi yoki Shurikning boshqa sarguzashtlari filmidan so'ng ikkinchi o'ringa chiqardi. Keyingi 4 yil davomida aktrisa turli filmlarda suratga tushdi, ammo ularning hech biri muvaffaqiyat darajasiga ko'ra avvalgi ishlariga hatto yaqinlasha olmadi ham. O'sha vaqtdagi eng omadli filmlardan biri sifatida aktrisa Raisa rolini o'ynagan Balzaminovning uylanishi bo'ldi. Rumyantseva Vitaliy Salomin bilan suratga tushgan Pishiq yong'oq harbiy komediyasi tomoshabinlarda qiziqish uyg'otdi. Aktrisaning ijodidagi so'nggi ishlardan biri Ixtiyorsiz quvonch komediyasidagi Mariya Ivanovna roli bo'ldi. Bu filmda u Armen Jigarxanyan bilan birga ishladi. Bu paytda aktrisa 75 yoshda edi. 1967-yildan so'ng Rumyantseva kinoda deyarli suratga tushmay qo'ydi. Bunga sabab shuki, aktrisa xizmat yuzasidan xorijga ketgan erining yonida bo'lishni lozim ko'rdi. Shundan so'ng Nadejda Rumyantseva umrining oxiriga qadar asosan multfilmlar va xorijiy seriallarda ovoz berish bilan shug'ullandi. U Zita va Gita, Shamollarda qolgan hislarim, Anjelika va Qirol singari filmlarning dublyajida qatnashdi. 2006-yilda aktrisa so'nggi marta teleekranda Kultura telekanalining o'z tarjimai holiga bag'ishlangan Hayot chizig'i ko'rsatuvida ko'rinish berdi. Rumyantsevaning birinchi turmush o'rtog'i kursdoshi Vladimir Shurupov bo'ldi. Ular hali institutda o'qiyotgandayoq nikohlarini rasmiylashtirishdi, ammo oliy ta'lim muassasasini tamomlagach turmush buzildi.
Sho'ropovni viloyatdagi teatrga jo'natishdi. U paytda omadli aktrisaga aylangan Rumatsova esa Moskvada qolishga qaror qildi. 1965-yilda aktrisaning shaxsiy hayotida keskin o'zgarishlar yuz berdi. U arman talaba bilan tanishdi. Bu yigit keyin uning umr yo'ldoshiga aylandi. Villi Xtayan diplomat bo'lib Misr va Malayziyada ishlardi. Xtayanning birinchi turmushidan qizi bor edi. Rumatsova u bilan chiqishib ketdi. Rumatsova va Xtayanning turmushida farzand dunyoga kelmadi. Diplomatning tan olishicha bunga u sababchi bo'lgan. Avvaliga u qizining ko'ngli o'ksishidan cho'chib, biroz kutishni so'ragan. Ammo keyin aktrisaning farzand ko'ra oladigan yoshi o'tib qolgan. Er-xotin bir muddat farzand asrab olish haqida o'ylab yurishdi, lekin keyin bu fikrdan voz kechishdi. Ular umrlarining so'ngiga qadar bir-birlariga muhabbat va hurmatni saqlab qolishdi. Xtayan va Rumatsovaning uyiga o'g'ri tushgan edi. O'shanda yuz bergan olishuv paytida o'g'rilardan biri aktrisaning boshiga qattiq zarba berdi. Bu zarbadan so'ng uning boshi vaqti bilan qattiq og'rib, hushdan ketadigan bo'lib qoldi. Rumatsovaning vafotidan yarim yil oldin miya to'qimalarida o'simta borligi aniqlandi. Bundan tashqari uning yuragi kasal ekanligi, 2001-yilda zinadan yiqilganining oqibatlari ham bo'lganini aytishdi. Nadejda Rumatsova 2008-yil 8-aprelda Moskvadagi kasalxonada vafot etdi. 2 yildan so'ng aktrisaning xotirasiga bag'ishlangan "Hammasiga muhabbatni ayblashingizni so'rayman" deb nomlangan hujjatli film ekranga chiqdi.